Videongiz mana shunaqa oddiy holatdan mana shunaqa udar grafikaga o'tish uchun nimalar qilish kerak? Keling, to'liq ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda aytib o'taman, juda ko'p odamlar buni shuncha obunachi yig'sak yoki shuncha layk yig'sak, shuncha kommentariy yig'sak sizlarga o'rgataman derkan, sizlardan hech narsa so'ramayman, shunchaki podeshkada bo'lsanglar bo'ldi. Chunki kerakli narsani menga berib bo'lgansizlar. Shaxsan men bunaqa grafikani chiqarish uchun mana bu Ven programmasidan foydalanaman va bu mutlaqo tekin. Albatta biz grafikani to'g'rilash uchun filtrdan foydalanamiz. Va kirganimizdan keyin ikkinchi tomonga o'tsak, anchagina sozlamalar chiqadi. Demak, bu yerda birinchisi ekspozitsiya, buni 10-15 atrofida qilganimiz yaxshi. Ikkinchisi kontrakt. Buni ham xuddi shunaqa 10-15. Yarkost o'ta yorug' bo'lib ketmasligi uchun -5, -10 atrofida eng yaxshi variant. Ikkita ranglar berish. Bunda 20-30 atrofida qilsak, ikkalasiga ham anchagina yaxshi bo'ladi. Va keyingisi Venetika. Venetika mana bu chiroy uchun qoralashtiradi yonni. 20-30 atrofida bu ajoyib. Yakunida esa Rest Coast bu videomizda qanchalik tiniq bo'lishda rol o'ynaydi va kачествоsi uchun buni qanchalik baland qilsangiz shunchalik yaxshi, lekin 25-30 atrofi ajoyib va qolganini o'zingizning xohishingizga qarab qo'yasiz. Qo'shimcha tarzda video chiroyli chiqish uchun bitta narsani o'rgataman. Asosiy joy o'tgandan keyin videoni 0.2x, 0.3x, 0.4x gacha sekinlashtirsangiz, bu undan ham ajoyib bo'ladi.